Yangi O'zbekistonda har tomchining qadri. Mamlakatimizda suv azaldan muqaddas ne'mat va hayot manbai sifatida qadrlangan. Xalqimiz orasida suvga tupurma, suvga chiqindi tashlama, suvning qadrini bil kabi hikmatlar suvga ehtirom va uni asrash madaniyatini shakllantirgan. Buyuk alloma Ahmad al-Farg'oniy Misrda Nil daryosi suv sathini o'lchash ishlariga munosib hissa qo'shgan. Xalqimizning suvga bo'lgan munosabati tarixiy bunyodkorlik ishlarida ham yaqqol ko'rinadi. 1939-yilda atiga 45 kunda 160 mingdan ortiq inson mehnati bilan Katta Farg'ona kanali barpo etildi. Bundan tashqari, Katta Namangan kanali ham xalqimiz bunyodkorligining yorqin namunasi hisoblanadi. Mustaqillikning dastlabki yillarida esa suv xo'jaligi infratuzilmasini saqlab qolish va uning uzluksiz ishlashini ta'minlash asosiy vazifaga aylandi. Bu davrda avvalo suv munosabatlarining huquqiy asoslari yaratildi. Yangi O'zbekiston davrida suv sohasini modernizatsiya qilish yangi bosqichga ko'tarildi. Suv kodeksi qabul qilindi, sohani rivojlantirishning uzoq muddatli maqsadlari belgilab olindi. So'nggi 9 yilda suv xo'jaligiga 5,7 milliard dollar mablag' yo'naltirildi. Natijada 2017-yilda suv tejovchi texnologiyalar joriy qilingan maydonlar ulushi 0,4% ni tashkil etgan bo'lsa, 2026-yilda 60% ga yetdi. Raqamlashtirish sohasida raqamli suv xo'jaligi platformasi ishga tushirildi hamda sug'oriladigan yerlar bo'yicha raqamli ma'lumotlar bazasi shakllantirildi. Kanallarni betonlashtirish, raqamlashtirish va zamonaviy texnologiyalar hisobiga har yili 11 milliard kub metr suv tejalmoqda. Aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi 2017-yilda 60% ni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2026-yilga kelib 83% ga yetdi. Bu esa aholining suv ta'minotini yaxshilashga, hayot sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. 2017-yildan bugungi kungacha ichimlik suvi ta'minoti sohasiga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi 2 milliard dollarni tashkil qilgan bo'lsa, 2030-yilgacha yana kamida 1,3 milliard dollar investitsiya jalb qilish, ichimlik suv ta'minotini 90% ga yetkazish reja qilingan. O'zbekiston barqaror rivojlanish maqsadlarining 6-4-2 ko'rsatkichi bo'yicha suv stress darajasini 2017-2022 yillarda 169% dan 122% ga tushirishga erishdi. Shu bilan birga Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvlari formati mintaqaviy hamkorlik tarixida tub burilish yasadi. Uchrashuvlarda suv xavfsizligi, iqlim o'zgarishi, Orol bo'yi muammolari va ekologik barqarorlik masalalari doimiy ravishda muhokama qilinmoqda. O'zbekistonning suv diplomatiyasi va xalqaro tashabbuslari jahon hamjamiyati tomonidan keng qo'llab-quvvatlanmoqda. Kelajak 2035 bo'yicha suv tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish, irrigatsiya tarmoqlarini betonlashtirish, suv hisobini to'liq raqamlashtirish va boshqaruv tizimini takomillashtirish hisobiga har yili 15 milliard kub metrgacha suvni tejash imkoniyatini yaratish rejalashtirilgan. Chunki suvni asrash faqat davlatning emas, har birimizdan boshlanadigan mas'uliyatdir. Yangi O'zbekiston bu suv, yer va tabiiy resurslarga bo'lgan munosabatning tubdan o'zgarishidir. Zero suv bu hayot, suv bu taraqqiyot va kelajakdir.